Uch xato deganda masalan men o'zim xonadon olsam, albatta mana shu yoshgacha katlavan holatda olganman. Sabab katlavan holatda narxi 3 so'm bo'ladi. Bitganda 7 so'm bo'ladi. Ko'pchilik hadik bo'ladi. Siz kim bilan ishlayapsiz va uni qadriyati va uni ota-onasiki va undagi ishonchga bildirib turib, o'sha 3 so'mlik vaqtida uni to'lasangiz, to bitgungacha qiymati teng o'ziga. 10 so'm bo'lsa 20 so'm bo'ladi. O'sha odamlar ishonchsizlik, qanaqadir bir be'tiborlik sabab kimlardir gapiga kirib, shu vaqtida olmaydi-da, keyin oshgandan keyin bo'lmasa bitgandan keyin olamiz deydi. O'sha pul uyda turadi. O'sha pul quruvchiga kelsa, qurilish industriyasi yurib turgan uni sarmoyani olib kelib yurg'izirish kerak. Aytishadiki, lokatsiya borasida tanlashadi-da. Men aytamanki, lokatsiya qulay joydan uy olgan muhim. Nimaga? Sizga oddiy misol, lokatsiya shaharning o'rtasida, eng qulay markazda bo'lsa, shunaqangi buni yutuqlari ko'pki, o'zingiz borib joylashganingizdan keyin bilasiz. Sizga maktab yaqin bo'ladi, bog'cha yaqin bo'ladi, bank yaqin bo'ladi, banitsa yaqin bo'ladi, masjid yaqin bo'ladi, bozor hududi yaqin bo'ladi, azizlar, hamma narsa yaqin bo'ladiki, qolgan joydan bu joylarga qatnaydigan bo'lsangiz, o'sha yo'lni o'zi siz vaqtingizni oladi, yo'l kirosi siz vaqtingizni oladi, sizga kuningiz o'tadi, umringiz o'tadi. O'sha eng muhim tanlanadigan narsa shu lokatsiya tanlashda xato qilib qolmash kerak. Uchinchi eng katta xatolardan biri ipotekaga olish, uzoq muddatga olish. Sabab u narsa odam umrini yevoradi. Psixologik odam ham stressga tushib qoladi. Sabab oy kun o'tish oson, bu yil tugaydimisi, bu oy tugaydimisi, bu oy tugamaydi, bu yil tugaydimisi, bu yil tugamaydi, shu bilan bir-biriga ulanib, odamning o'sish koeffitsiyentini ham pasaytirib yuboradi. Faqat topadi ipotek, topadi, yopadi. O'shanga ko'proq nalichkaga bo'lmasam, o'sha muddatli to'lovga, foiz yozmaydigan, penya yozmaydigan va uzoq muddatga bo'lmagan muddatlarga berilsa, shu manfaatli bo'ladi.